Tasavvur qiling, sizga suiqasd uyushtirishdi. Siz tirik qoldingiz. Suiqasdchilarni ushlab oldingiz. Ularga qanday jazo bergan bo'lardingiz? Tarixda bir hukmdor bor, unga suiqasd uyushtirishdi. U suiqasdchilarni ushlab oldi va ularni kechirib yubordi. Bu hukmdor Abdulhamid II. Abdulhamid II 1905-yilda suiqasd uyushtirishgan. Juma kuni edi. Abdulhamid II juma namozidan to aravasigacha bo'lgan muddat hisoblab chiqilgan va suiqasdchilar Abdulhamid ikkinchini aravasining yonidagi aravaga juda katta bomba o'rnatishdi. Abdulhamid ikkinchi juma namozidan chiqqandan keyin Shayx Jamol Nafandi bilan suhbatlashib qoldi va aravaga kechikdi. Aravadagi bomba portlab ketdi. Abdulhamid ikkinchi tirik qoldi. Turkiya tergov bo'limlari o'sha bomba o'rnatilgan arava egasini qidirdi va topdi. Abdulhamid ikkinchi o'sha suiqasd uyushtirgan insonlarni hammasini kechirib yubordi. Ularga pul berdi. Pul berishi ham mayli. O'sha suiqasdchilarni o'zini, ya'ni Abdulhamid II nomidan Fransiyaga elchi qilib yubordi. Bu Abdulhamid II edi. Abdulhamid II tarixda shunday bag'rikeng sifat bilan tarixda qolgandi. Tarix bunday insonlarni, ya'ni bunday buyuk hukmdorlarni unutmaydi. Shuning uchun hozirgacha Abdulhamid II ni biz eslamoqdamiz.